Assalomu alaykum. Mani kuzatuvchilarim, men Tagayeva Gulnoza, o'zida, ya'ni skrining vrachi, perinatologman. Ikkinchi mutaxassisligim endokrinolog. Qizlar, sizlarga bugungi aytib beradigan mavzuim toksikoz haqida bo'ladi. Toksikoz haqida ko'pchilikdan tushgan savollarga asoslanib, toksikoz o'zi qachon bo'ladi va qanday tekshiruvlardan o'tish kerak toksikoz vaqtida va toksikozda nima yengilliklar beradi? Toksikoz qanchalik xavfli, qachon vrachga murojaat qilish kerak? Shu haqida sizlarga gapirib bermoqchiman. Toksikoz bu organizmni moslashuv reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni organizmda gormonlar ko'payishi, progesteron va estrogen gormonlarini oshishiga nisbatan organizmda reaksiya boshlanadi. Ya'ni ichki organlarda ham, ichaklarda, o't qoplarida, xullas butun asab sistemasi, nerv sistemasiga ham bu narsa ta'sir qiladi. Butun organizm bo'ylab zaharli o'sha toksin deymiz, o'zini nomi bilan toksikoz, toksik zaharlanish degan ma'noni bildiradi. Organizm o'zi reaksiya boshlanadi. Demak, kimlar toksikoz bo'ladi, kimlar toksikoz bo'lmaydi. Bu haqda to'liq ilmiy isbotini topgan ma'lumotlar yo'q. Har bir ayol organizmi o'ziga xos individualniy bo'lganligi uchun hamma organizmda toksikoz har xil o'tadi. Misol uchun, kimlardir 3 ta bolasida toksikoz bo'lgan bo'lsa, 4-chisida toksikoz bo'lmasligi mumkin. Kimlar nabarot toksikoz bo'lmagan bo'lsa, toksikoz bo'lishi mumkin qaysidir bolasida. O'sha uchun toksikoz har bir organizmda, alohida ayol organizmida o'ziga xos holatda o'tadi. Toksikozimizning boshlanishi ko'pincha yengil toksikoz 5-6 haftadan boshlanadi, ya'ni bolaning yurak-chasi urishi bilan boshlanib, 13-14 haftaligida yakunlanishi kerak bo'ladi. Ba'zilarda 20 hafta o'tgandan keyin ham, ayrimlarda va umuman tug'ruqqa oxirigacha, o'sha tug'ruq boshlangunga qadar toksikoz kuzatiladi. Qachon vrachga murojaat qilish kerak degan savol tug'iladi. Vrachga murojaat qilishda agar siz bir kunda toksikoz 3 xil darajasi bor. Yengil, o'rta og'ir, og'ir darajalari bor. Agar bir kunda siz 1-2 mahal yoki 3 mahal qusayotgan bo'lsangiz, qusishlar kuzatilayotgan bo'lsa, siz suv ichayotgan bo'lsangiz, suv ichib bilgan bo'lsangiz, qon bosimingiz normada bo'ladigan bo'lsa yoki qo'shimcha narsalar yeb turgan bo'lsangiz, vrach nazorati ostida bo'lib turgan bo'lsangiz, demak, bunda siz uchun juda xavfli toksikoz hisoblanmaydi. Eng xavfli toksikozlarimiz 10 marta va undan ortiq qusish boshlanadi. Bu og'ir darajadagi toksikozlarda. Natijada ayol bir g'ultum suv ham icha olmay qoladi, siydik ajralishlari kamayib ketadi, ayol vazni kamayib ketadi. Bunday holatlar o'ta og'ir holatlar hisoblanadi. Bunday holatda albatta vrachga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Bunda biz uy sharoitida ularga yordam berishga yordam bera olmaymiz bunday holatda. Albatta, kasalxona sharoitida lecheniya olishi, ya'ni davolanib chiqish kerak bo'ladi. Toksikozni bola uchun ham ta'sir bo'ladi. Agar siz e'tiborsiz bo'lsangiz, analizlarni o'z vaqtida topshirmasangiz, hozir aytib o'taman qaysi analizlar. Albatta, toksikoz kuzatilayotgan ayollar o't qopi, jigari o'zi qildirish kerak. Bu birinchi o'rinda. Albatta, jigar fermentlari ALT, AST topshirish kerak va siydigimizni tekshirib turishimiz kerak. Keton tanachalari yo'qmi? Boshqa o'zgarishlar yo'qmi siydikda? Qonni tekshirib turishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa darajada organizmda zaharlanish ketib turibdi? O'sha narsalarga e'tiborli bo'lish kerak va shuni simptomatik lecheniya qilib turish kerak bo'ladi. Bu o'zingizni sog'lig'ingiz uchun ham, bolajoningizni sog'lig'i uchun ham, ya'ni bosh miyasini faoliyati uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi qizlar. O'sha uchun bu narsalarga juda e'tiborli bo'lishlaringni aytib o'tgan bo'lardim. Uy sharoitida agar toksikozdan qiynalayotgan bo'lsanglar, sizlarga beradigan tavsiyalarim: kam-kamdan tez-tez ovqat yeyishga harakat qilinglar. Keyin quritilgan non, suxarik deymiz, shu narsalarni yeb turinglar. Oshqozonda ovqatsiz qoldirmanglar oshqozonni. Iloji boricha kam-kam porsiyada doimiy oshqozoningizni och qolishga olib kelmang. Suvni bir kunda 2-2,5 litr ichishni ta'minlang. Agar organizmingizda bunga qarshi ko'rsatma bo'lmasa, ya'ni buyrak faoliyatingiz yaxshi ishlab turgan bo'lsa, siydik ayirish sistemangiz yaxshi bo'lsa, 3 litrgacha bemalol vrach ko'rsatmasiga ko'ra suyuqlik qabul qilsangiz bo'ladi. Achchiq, sho'r, gazli mahsulotlarni iste'mol qilmaslikka harakat qiling. Kam uyqu ham toksikozni kuchaytirib yuboradi. Kam uxlamang. Yaxshi o'z vaqtida dam olishga harakat qiling. Kayfiyat ham toksikozga ta'sir qiladi. Agar sizda kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, o'zingizni yaxshi his qiladigan bo'lsangiz, bu ham toksikozingizni tezroq o'tib ketishiga yordam beradi. Keyin yegingiz kelgan narsalarni
yeyishga harakat qiling. Agar u sizni sog'lig'ingizga zarar olib kelmasa, bemalol iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'proq o'sha achchiq, sho'r, qovurilgan, kopchonli mahsulotlardan chegaralaning, suyuq ovqatlarni ratsionda sho'rva, tiftil, parda pishirilgan ovqatlar, shunga o'xshagan mahsulotlarni ko'proq yeyishga harakat qiling. Bu hazm sistemani yaxshilaydi. Kletchatkaga boy ovqatlar, ko'katlar, turli xil salatlar, mana shu narsalarni yeyishga harakat qilsangiz bo'ladi. Bu ma'lum darajada yaxshilaydi. Suyuqliklardan keladigan bo'lsak, limonli, imberli choylardan, yalpizli choy ko'p miqdorda iste'mol qilib bo'lmaydi. Bu bir ikkita chashkada iste'mol qilish mumkin. Limonli, imberli choylardan foydalansanglar bo'ladi. Homiladorlikda toksikozsiz o'tkazishni xohlasanglar, albatta bizga murojaat qiling va biz sizga yordam beramiz. Bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. E'tibor uchun rahmat. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.